Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Biz mana bitta obyektimizda shpaklyovkadan sepib faktura qilganmiz. Mana bu yerda hozir lak bilan jemshug aralashmasdan tayyorlab mana surkelyapti ustiga, ust qismiga. Bu yoqda mana tayyor joyidan ko'rsatamiz, tayyor holatida. Ko'rib bir baho berasizlar. Bu trayyor emas, bu oddiygina o'sha shpaklyovka sepilgan. Ustidan mana shunaqa bilan lakni aralashtirib sepganmiz. Ko'rib baho berib qo'yasizlar do'stlar. Yaltirashlari ham juda bir ajoyib. O'sha endi nur tushgan tomonidan chiroyli yaltirab ko'rinadi. Ustakamiz mana o'sha lak berish jarayonida. Mana o'sha hozir yangi bo'lgan joyi. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu shu yerda endi yana bitta bir savol tug'iladi do'stlar. Ko'rasizlarda mana ikkalasini bir solishtirasizlar. Qaysi bir yaxshiroq? Ko'rib bir baho berib qo'yasizlar. Mana bu yerda turgan mana palasalarga e'tibor beraysizlar. Bu birinchi sloy, ikkinchi sloyda olib ketadi. Bu tomonda ko'raylik. Umuman izi yo'q, bu narsani palasani izi yo'q. Bu tomon ham shu ikkinchi sloy berilayotganda mana shu narsalar yopib ketadi. Endi mana bu travertingga bir baho berasizlar. Bu traverting bu mana do'stlar. Yaqinroqdan ko'rsatay. Bu oddiy shpaklyovka mana. Mana shu holatda mana ko'rib baho berasizlar do'stlar. Qaysi biri yoqdi sizlarga? Kommentariyada izohlarni yozib qolasizlar do'stlar. Kutamiz. Sog' bo'linglar.